Ben bu taksi bolaga oilaviy shantaj qilganini ko'rdinglar. Men bu ayolni gapini eshitamiz. Qo'limda bola turibdi. Qo'limda bola turibdi. Nima deding menga bolalarim men qo'limda? Bo'ldi gaplashamiz. Bo'ldi. Eshitdinglar? Aytayaptiki, sen meni bolalarimni oldida pedofillik qilib, meni zo'rlashga harakat qilding deb ukalarini chaqirib, ommaga bu taksi yigitni sharmanda qildi. Endi bu tuhmatga O'zbekistonda qonun muqarrar. Balades shu bola taksi bolaga gap yo'q. Chunki kamera qo'yib dokazat qilib berdi. Agar dokazat qilib bera olmaganda, mana qilib bo'lib xalqqa yomon ko'rinib, butun xalqqa yomon ko'rsatib qo'ydi. Tuhmatga O'zbekistonda qonun muqarrar. Chunki biz haligi qonun bor davlatda yashaymiz. O'ylaymiz, qonun doirasida bu blogerni, bu ayolni tuhmat qilgani uchun maksimalni nakazat qilasizlar. Qonun doirasida. Agar sizlar ham xalq qo'llab-quvvatlasanglar shu taksi bo'lani, maksimalni like bosib, kommentariyada o'zingizlar fikringizni yozib qoldirsanglar, bularni nakazat qilishadi qonun doirasida.